Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Ustalar kanali a'zolari. İşimizni birinchi qadamini tugatyapmiz. Shpagilovkamizni. Kecha cho'rna bilan tutgan edik. Firibamizni ham joylarni olib chiqdik. Xudo xolasa hammasi zo'r qilib. Ikkinchi cho'rnada ketyapti. Ustalarimiz bilan. Havo juda issiq. O'shaning uchun ventilyatorni qo'shib ishlatyapmiz. Nafas olib bo'lmaydi. Mana shu xonamiz 7 ga 2:40 xonamiz. Daladagi 2:5. Katalogimiz dekor plus bo'lgan. Kvadrati 28 mingdan olingan, 35 ming so'mga qoqildi. Ustalarimiz qo'tirib bergan. Shpagilovkamizni rangi narxiga keladigan bo'lsak, 35 mingdan bo'lyapti. Kraskasi bilan 2 so'lak kraska shpagilovka, shukurka, kraskasi bilan shu narx bo'lyapti hozir. Qiziqganlarga ma'lumot sifatida aytib o'tyapmiz. Shpagilovkamiz Iberon ishlatyapmiz. Eng zo'r sifatli, sifatiga gap yo'q, a'lo darajada oppoq. Bu joylarni olib to'g'irladik. Xudo xolasa birinchilarni o'tib, ikkisini o'tamiz. Ertaga kraskalarni qilib, inshaalloh topshiramiz. Mana bu kabel televizorniki. Vilka, pulchatir, rezitka hammasi qo'yilgan. Elektriklarimiz qo'ygan buni. Hammani topganiga Alloh o'z barakasini yog'dirsin. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, sog' salomat bo'ling. Kanalimizda yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmang. Biz bilan hamnafas bo'ling. Sog' bo'linglar.